Salom do'stlar, biz hozir sizlar bilan tillarni o'rganadigan yomon ko'rib chiqamiz. Buning uchun Play Market ichida Ibrat Academy deb yozamiz va mana chiqdi. Buni o'rnatib olamiz. Endi o'rnatilgan va ilovani o'ziga kiramiz. Bu yerda tilni o'rganish mumkin, pulga o'rganish ham mumkin. Va buning uchun kursga yozishni boshlaymiz va pastda o'zingizga kerak tilni topasiz. Va masalan, ingliz tili. Hozir va mana o'zingizga kerak tilni ustiga bosasiz va mana bu tepadagi darajani aniqlash testi deganga bosamiz va bu yerdan boshlashni bosamiz va bu yerda o'qib o'zingiz testni javobini belgilaverasiz va bu yerda mana bu yozuvlar ustiga bosamiz va xohlaganiga bossangiz bu yerda alfavit yozilishi va o'qilishi bor. Mana alfavit. İngiliz alfabeti va bu yerda o'yin so'zlar o'yinini o'ynasangiz ham bo'ladi. Bot bilan, tasodifiy odam bilan va do'stingiz bilan. U tasodifiy odam bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz mana shunaqa uzoq tutishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bu Ibrat bot bilan bosib, Ibrat bot bilan o'ynaganingiz ma'qul. Va bu yerda so'z yuborishingiz kerak. Bu yerda sizning navbatingiz degan joyda vaqtingiz turibdi. Shu vaqt tugaguncha yozib ulgurishingiz kerak. Va mana hozir jo'natilmayapti. Demak, agar ishlamasa, so'z xato bo'ladi. Shunday qilib o'ynashingiz mumkin. Va bu yerda rus tili ham bor va mana rus tili va ustiga bosamiz, ochiq turganda va boshlashni bosamiz. Bu yerda privet ozgina kutamiz va o'zi gapiradi va agar gapirmoqchi bo'lsangiz mana u yashilni bosamiz va bu yerda ruxsat berishingiz kerak va uni mikrofonni bosib turib ishlashingiz kerak. Va mana privet so'zni talaffuz qilish kerak ekan. Mana bu yerda urok 2 daraja va shunday qilib o'rganaverasiz. Iltimos like bosing va kanalga obuna bo'ling. Biz tezroq 15 ta bo'lishimiz kerak.